Mana bu banki binosi, mana bu tikka bino. Mana bu ko'chalarni endi ertalab bo'layotgan uchun o'g'ilmi? Ja unaqa zo'r emas. Xullas, mana shu yerda kechasi hali har xil nimalar bo'ladigan. Mana bu yerda ana shu ertalab kechasi yo'lini topa olmagan, mana shu yerda turibdi hozir. Endi nima qilyapti? Xudo insof bersin bizga hammasini. Lekin mana bu yana bitta bino juda chiroyli. U ko'rayotgan bo'lsanglar DB deb yozib qo'yibdi. Nima degani DB? Deutsche Bahn degani. Deutsche Bahn degani shu bizani tilga o'girsa O'zbekiston temir yo'llariga to'g'ri keladi. Bu ham dunyo darajasidagi gigant korxona hisoblanadi. Hozir o'tib ketgan ikkita nursizlar ham mana shu ko'chani ahllaridan. Bemaza bilmadim endi nima deydi, Xudo asrasin hammamizni. Boshqa gap yo'q. Mana shundoq hashamdor mana shunaqa narsalar tegida, mana shunaqa qimmatbaho mashinalarning tegida mana shunaqa jirkanchlar bo'ladi. Hozir soat ertalab 8 bilan 9 o'rtasi bo'lgani uchun bu janoblar liniyaga kirib ketishgan hamaliga. Mana qizilda o'tyaptimi? Aniq bilaveramiz, bu nemis emas. Kim bo'ladi desa, kim bo'lsa ham nemis bo'lmaydi. Nemisning yaxshi tarafi nima ekan desa, yaxshi tarafi qoida buzmas ekan. Endi qaranglar, mana injenerlarning injineriya, sanoat, arxitektura kuchli rivojlangan mana. Necha qavatli bino bo'lsa, mana shu bino katta qismi desa ham bo'ladi. Mana shu nechta bir ustum ushlab turibdi shuni. Yo'l tarafiga ham o'tamiz. Mahobatni ko'raverasizlar endi. Mening telefonim ham zo'r bo'lmasa, Xudo xolasa zo'ri olgunimgacha kutib turasizlar. Mana bu yerda ham xuddi shu ahvol mana. Nechtadir ustum ushlab turgan. Men profilda ushlamasligi aniq. Mana shu ustunlar ushlaydi. Mana ko'rasizlar, tegi ochuv. Mana endi tepasini ko'ramiz. Uy, ko'rinmayapti tepasi. Mana mana voy bu ingichka qilib bu ham mana quryapti. Nimaligini bilmadim. Skyper deb yozib qo'yibdi. Skyper nima ekan? Bu ham bir shunaqa aylanadigan, bir narsa qiladigan joy bo'lsa kerak. Binolarni, inshootlarni ko'raverasizlar. Hammasi tomosha qilib oladigan-ku. Lekin bu yoq buzuqlik bor. Bu yoq tarafda. Bu yoq tarafini chiroyli qilgan bilan bu yoq tarafini xunuk qilib qo'ygan. Keyin mana hamma yoqda bo'lgan hayvonlar bu yerda ham bor. Mana bu yerdagi oq tangali katta ehtimol shu chaqishlar. Mana bunga o'xshagan ukalar tozalab yurib charchab ketishgan bilishimcha. Xudoga shukr. Mana bu yerda yana qanaqadir binolarga yaqinlashyapmiz. Xullas bu Yevropani moliyaviy markazlaridan, moliyaviy nuqtalardan bitta nuqtada. Bu yerda mana Frankfurt shahri Mayn daryosida joylashgan bo'lsa, New York Manhattan degan oroli bor. Ana o'sha orolda joylashgan qimmatbaho o'shali Wall Street degan ko'chasi bor. Hali buqa-buqalarning haykali bor. Hamma biladi. Bular ham Manhattan emas, Manhattan deyishar ekan. Ana bu ham nemis emas. Aniq nemis, mana UBS, katta bank bu ham. Mana biz nemis bo'lib turamiz.
yo'l qoidasini buzgan deyarli yo'q. Nima bilan aniq nemislar mana mashina yo'g'ida o'tib ketsa bo'lardi. Qo'ylab tashladi. Mana endi o'tdi. Ha qizil-ku, nimaga o'tyapsizlar? Deydigan yo'q ularga. Nima bo'la bo'ldi? Men bilan nemis deb yaxshi gumonda o'tiraman. Yo'q, turishim kerak edi. Yodani bog'cha qilib qo'ygan. Bu yerda Yevropa markaziy banki ham shu yerda joylashgan ekan. Shu qayerdadir ana yevroni haykali turadi, o'sha orqa tarafda. Mana. Mayli biz ham shunaqa bino, bundan ham zo'r binolarni, inshootlarni quraylik. Dunyoni hokimi bo'laylik-ku. Lekin mana shu alkogolizm, narkomaniya, harflarni jirkanch buzuvchilardan Xudoning o'zi asrasin deymiz. Hammamiz ham.